Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. So'nggi kunlarda tirik kitob Xayrulla Asatovning mana bu gaplari juda katta muhokamalarga va juda qattiq tanqidlarga sabab bo'lmoqda. Ibn Sino aytadi, qarang. 3 kishi gapni gapirdi. 3 kishiga may ichishga ruxsat berildi. Dono olimga dedi. Daydi darvishga dedi va shohga dedi. Siyosatshunos sifatida va islom dini tarixiga qiziqqan inson sifatida mana shu iqtibosni haqiqatga yaqinmi yo'qmi deb tekshirib izlanish olib bordim. Izlanishlarim natijasi shuni ko'rsatdiki, bu iqtibos yolg'on iqtibos, ya'ni fake iqtibos, umuman Ibn Sinoga tegishli iqtibos emas. Ibn Sinoning 3 toifa insonga may ichishga ruxsat bergan degan iqtibosini umuman hech qanday manbalarda topmadim, na o'zbek tilida, na ingliz tilida va hattoki rus tilida ham. Nega hattoki rus tilida demoqchiman? Chunki SSSR davrida, SSSR bilamizki ateist davlat edi. Ana shu SSSR davrida Ibn Sinoni ateist qilib ko'rsatishga harakatlar bo'lgan va shu sababli shunday narsalar yozilgan bo'lishi mumkin, lekin rus tilida qidirgan manbalarimda ham bu iqtibos topilmadi. Bu iqtibos xalq o'zi shakllantirgan bo'lishi mumkin degan javob chiqdi. Ammo lekin biroq degan joyi bor shu yerda. Islom olamida juda katta obro' e'tiborga ega bo'lgan Imom G'azzoliy o'zining Faysal al-Tafriqa bayna al-Islam va al-Zandaqa, ya'ni islomni bid'atdan ajratishning eng asosiy mezoni degan asarida Ibn Sinoni qattiq tanqid qiladi. U tanqid nimadan iborat edi? U inson Qur'on mutolaa qiladi, juma namozlariga chiqadi, jamoat bilan namoz o'qiydi, islom dinining eng buyuk qonunlarini madh etadi, lekin shunga qaramasdan may ichishni ham kanda qilmaydi deb yozadi. Ibn Sino o'zining eng mashhur asari Tib qonunlari asarida turli xil suyuqliklarning xususiyatlari haqida gapiradi va u yerda may haqida ham yozib o'tadi. Mayning insonning tanasiga bo'ladigan ijobiy ta'sirlari haqida ham yozib o'tadi. Albatta Ibn Sino mayni suiiste'mol qilishdan to'xtatadi. Maydan rohat olish, dam olish, zavqlanish sifatida ichishni ham qat'iy taqiqlaydi. Faqat davolanish va tibbiyot maqsadlarida foydalanish mumkin deydi. Imom G'azzoliy ana shu yondashuvni ham qattiq tanqid qiladi. Imom G'azzoliy yozadiki, agar insonlarga tibbiyot uchun, ya'ni davolanish uchun ham foydalanish mumkin degan kichkinagina bir sabab qoldirsak ham, u insonlarni ichkilikka berilib ketishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun do'stlar, nimaiki o'qisangiz, ko'rsangiz, eshitsangiz darrov ishonib ketavermang. Tekshiring, o'qing, izlaning. Chunki hozirgi kunda, ayniqsa internet tarmog'ida juda ko'p yolg'on ma'lumot bor va bu yolg'on ma'lumotlar juda tez aylanmoqda. O'zingizni mana shunday yolg'on ma'lumotlar qurboni bo'lmaslik uchun o'qing, o'rganing, bilim oling.